Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiriga hoş geldiniz. Hazır anlaydığınız Reyhan Gülü Mecit'nin Qayta Nikah namlı romanı. Davamı. Mikrofon aldıda Nuriye Rahman. 20. bölüm. Saadet ketdi. Münevver 2 günni öyde öz yalğız ötküzdi. 3. günü Sulayman bilen Asiya kelip onu eketmekçi boldu. İlacısız kalgan Münevver ögey atsı bilen apsının keynidin boynunu bağlagandek maňdy. Münevver ilgiri bu soğusudun atlap bakmagan bu yat öyde dəslepte rastilla boynunu kısıp kaldı. Lekin az gün ötmeyle Sulayman'ın naiti mulayim hem kuşkuy adam ikerlikini bayqadı. O Asiyani soğuk suda kaç-kuçu yuyup kıynılıp kalmışsın dep aşxanaga tokluk su ısıtkuş bekitip verdi. Sulayman balaları yok çağda Münevverge. Hocurunuzny tüzeştirip derezi perdisi bilen karvat kirlikini yengilip elen dep 500 yen verdi. Sulayman 60 yaşını aşkını bilen teni sağlam, özü temen adam edi. O her günü ettigelliki aldı bilen bazarga çıkıp süt, köktat ekiretdi. Andın öz kolu bilen naştılık tayarlaydı. Öyle yana Münevver'nin ögey hadisi Zöhre bolğunu bilen, onun idarisi jirak bolgaşka, o başkalar ornudun turup bolğuca idarının maşinisi bilen işqi ketetdi. Keşti bolsa, öyle kalgan üçeylen keşlik gızasını yap bolğandın keyin geletdi. Zöhre naiti kem söz edi. Her gün keşte işten kelipla öydekiler bilen bir körüşüp etkendin keyin udul özünün hocırsaga kirip ketetdi. Kısqısı, Münevver'nin günleri apsi ve dadısı demetlik ögey atsı bilen naiti köngüllük ötetdi. Şunda kılıp Münevver bara bu öyge içkip kaldı. Gahir hatta özünün əsli salahiyetini unutup, özünü muşu ailede ösüp çoğun bolğan degisimi keletdi. Bir günü Şeripe oğlu Merdan'ı əgeştürüp çoğun öyge keldi. Kıza vaxtıda Merdan mantıdın çikkini yapla toydum dep çokısını dastıqanğa koydu. "Oy, yemediniz go?" dedi Münevver Merdan'ın piyalısıga çay koygaş. "Qeni, yani birini elana tartınmaň." Münevver'nin bu gepini ağlagan Şeripe şu haman öňüp Münevver'ge lappıda qaradı. "Oy, kaçandan beri bu öýge mihman bolup kaldın sen?" dedi Şeripe oğlağı dartmılap turup. "Birer tal mantynymı nädeki bir yatvaşlar yegen demegiçe alalmaydygan. Bilip koy, bu öýüniň igisi senin bilen men." Münevver özünün bayıqı gepni jaylap diyelmegidini derhal sezdiyu, lekin Şeripe'nin gepi onun jenidin ötüp getdi. O qoladaki çaynakni aldırmay koyup Şeripe'ge mesxirlik gözlerini tikdi. "Nädim o? Hepde 10 günde bir qitim kelip yep, kaçı bekarlapla ketip kaladıgan hocayım barken? Her günü bu öýüniň aştamykyny etip, 40 katlaryny yuyup, ýyndy puruşlykny kim kılawatydy? Bunu demesemmi obdan bilisiz?" Şeripe ämdila 20 neçe ýaş kirgen muştumdak bir kıznyň özüge munça bala dekki berip ketärini hiýalygymy keltirip bakmagan edi. O bundak hakaretge qandakmy çydysyn? Şeripe qoladaki çokany şeräge qartyp atdy. Çoka şerädin kanqyp berip yerge düşdi. "Muş öýge kirip günniň seriqini körüp atgan ana baly ikkiňiň kasmaklaryny ikkiň ýuýmay biz gelip ýuýsak bolam diýemse? Vay gowurgamay, aştamak etip dep geçişlerini tehi. Oy, etken tamakny ana baly ikkiň burnunyň üstüge elip koyup atmaydygan sen? Yüz hatyry kılganny ukmaydygan nerse ekensen." Münevver'nin demi içigi düşüp ketdi. O başkalarının sayesinde gün elişinin ne kadar iğir ikerlikini ömrede tünce ketim düşünüp yetti.
Süleyman yerdeki çokunu aldırmay elip şirəge koydu. Hey bala, hey bala. Kaçan mı çoğun bolarsan? Dedi çırayı qardap ketken Süleyman Şəripəge çikilginice bir hasa olturğandın ki. Oy, sen qancha yaş, Minəvər qancha yaş? Nemişki muştumdek bir balının közü kirişip alısan? Şəripə yerge qaraganice lamcım demey oldurdu. Bayatın beri gepke arlaşmaycım olturgan Asiye nemi kılarını bilelmey puçulunup ketip atadı. Balalar bir-birden yatsıravatıdı, dedi o Süleyman'a qarab. Bara-bara çıkışıp ketidi. O qayırılıp Minəvərge qaradı. Minəvər bula Şəripə kızga kapı bulman ayla degen. Kim onun ailesiken? Dedi Şəripə qo'dirab turib. Şəripänin bu gepini anlagan Süleyman qo'ladagi piyolani onunğa qartib atdı. Şəripə şartladı özünün chatga elib aldı. Piyola o'rindiqning yo'lanchigiga tegib yerga tushdi. Angacha Şəripə dəs o'rnidan turib talağa qarab özünü atdı. Merdan onun keyinden yugurib chiqib ketdi. Süleyman yürəki pichaq tıqqandek ağırıp ketib atadı. O qoşulmalarını türgünüce on qolada kökregini uvaladı. Xapı bolmısla, dedi Asiye Süleyman'ın köңlini yasap. Şəripə qızının apsının ayrılıp qalğanıga əmdələ bir jıltını aşqan tursa, şuna köңlinin aramı yok, bara-bara tüzülüp ketidi. Hey, aşuma, oçu, muştumdek vaqtidan tartıpla muşumdaq sarangdı. Men ahir kesildirib öldürdüğü bu, dedi Süleyman hasratlik oh tartib. Asiye Süleyman'ın közlerine içiniş bilen tikildi. Onun közüden sırgıp çıkan iki tamçı yaş mağzada turup kaldı. Süleyman Asiye'nin mağzadaki aşu iki tamçı yaşını gördü. O aşu süzük yaşlarının Asiye'nin yürekidin balqıvatkan köyüm ve mehriballıqның şahidi ikerligiga şaksiz işinetdi. Süleyman begiz barmıqı bilen Asiye'nin mağzadaki yaşlarını sürttü. Andın erxotun ikisi bir-birini yöregenice asta minip hojırсыға kirip ketdi. Asiye Süleyman karvatqa çıkıp yetip bolgandan keyin işik tarafga qarab varqiradi. Minəvər, bir piyola qaynaq su əkelgin balam. Atang doğru iççidi. Minəvər hayal ötmey bir piyola qaynaq suni kötürüp kirip geldi. Süleyman Minəvərnin qoludan piyolani elib etib, onun qapaqlarının işib ketganligini ko'rib, onun bayqi ishdan ko'ngli azar yeb yig'laganligini sezdi. Qattiq xijillik ichida nima qilarini bilolmay qolgan Süleyman boshqa gap qilmay beshini chayqadi. "Mang balam, chiqib qochquchilarni yuyib et", dedi Asiye Minəvərge. Andın atаңның heliqi ah ko'nglikini yuyib qo'y, ati kiyedi. Ma'qul. Minəvər burilib ishik tarafga mangdi. Şəripə bilan Zöhrənin xizmeti aldirash, onun ustiga Şəripäning uyi yiroq. Buningdan keyin uy tozlaydigan, kirqat yuydigan ishlarning hammasini Minəvər o'zi qilsin. U degan yosh hech nima bo'lmaydi. Asiye samimiyet nurları çaqnap turgan közlerini Süleyman'a tikdi. Ama Süleyman közlerini onundan ep qaçdı. Çünkü acayip bir xil ökünüş Süleyman'ın yürekini mojumaqda edi. O iğir tarttı. 21. bölüm. Şəripə çoğ öydən çıxıb ta üyüge barğıça yığladı. Şəripənin keynədən yügürüp çıqqan Merdan yolda barğıça apsığa nurgun nəsiyyət qılıp baxdı.
Lekin onun gaplari Şeripaning quliqiga kiradigandek emas edi. Şeripa uyiga beribmi, xeyligicha ichi odab o'ltirolmay qoldi. Hijab tishimga tegdi, bishini yeydigan olbasdi. Deydi Münəvvərinin bayqı çırayını heç bir köz aldıdan yo'qotolmay vatqan Şeripa uni g'oyibanisiga tillab. Opsi otamga tegadigan chaqda yemay ishmay yetib elib o'likini sotqili qil qolgan bir nimening emdilikda otam tepib berganni yeb chiqirib atgan qo'yini qarmamdigan. Voy dapshaq. G'azabdan titrab o'ltirolmay ketayotgan Şeripa uyning ishida u yoqdan bu yoqqa ming'atdi. U qiz bilan to'la etishmisina, apa? Dedi Merdan Şeripaga. Oxirgi hisobda o'zing ziyon tortib qolasan. Nima? Qilg'iliqni u qilgan tursa, ziyon tortadigan yana menmi? Mushundoq ochiq yutib og'rib qolsang, o'zingga ziyon bo'lar? Şeripaning gap qilmay turib qolganligini ko'rgan Merdan gapini davomlashtirdi. Qarg'ana, heliqi gapni qilib eding, dadam sat terkib ketdi. Dadam shu ochiqida og'rib yetib qolsa, vafosizlik qilib otisini qardan chiqiribdi degan batnomga qolasan, uqdingmi? Hey, men u gaplarni heliq olvostig'i degan tursam, otamga nima dars ketgudak? Otamning unchivala o'zgarib ketganiga faqat ishongim kelmayotdi. Opam rahmatli qazo qilganda uning bo'zlab ketganini ko'rib, endi bo'ytaq o'tib ketdi deb o'ylagan edim. Nədikini? Opamning yelini berib etibli o'ylinib oldi. O odamning ichini oditib, heliqi olvostig'i bo'lishib ketishlarchi texi. Şeripaning ko'ngli buzilib, o'pkisi o'rilib ketyotdi. Ammo o'g'lining oldida yana yosh to'kishni beab ko'rgashga ishtik o'jirsiga kirib ishni yopdi. Şeripa karvatda birdam untinsiz yetib baqdi. Andın o'rnidan turib, ishkapdan albomni elib varaqlig'ila turdi. Albomning birinchi betidagi surat Şeripaning xiyollarini uning uchun kelmasga ketgan ashu baxtlik minutlarga elib ketdi. U Sulaymon oilasining o'pchi tushgan so'rti bo'lib, Sulaymon bilan Hakima oldin qiratda o'ltiradi. Şeripa aksi va ochisi bilan orqada o'ri turadi. Ular bu suratga Sulaymonning 60 yoshga to'lganligini oila bo'yicha restoranda qutluqlagan kuni tushgan edi. O chaqlarda Şeripaning apsi Hakima 50lardan halqagan bo'lsa-mu, lekin yo'ldoshi Sulaymonga bo'lgan mehr to'yg'ularini yoshirmay daveradi. Hakimaning boshqa ayollarga o'xshamaydigan yerimi dal shu edi. Shu kuni Şeripa bilan Zuhra suratxonada otasining chechini tarab qo'yib o'tadi. Angacha Hakima qizirning qo'lidagi targ'oqni elib oldi. Otanglarning chechini o'z qo'lim bilan tarab qo'yay, degan edi hayajondan ko'zlari chaqnab ketgan Hakima. Bugunchi otanglarning chechini 60 qitim tarayman. Allah igen meni otanglarning chechini 70-80 qitim tarab qo'yg'ila nasib qilar. Biroq balalarning oldida xotiniga chosh tortib o'ltirishni beab ko'rgan Sulaymon chechini o'zi tarmoqchi bo'lib, Hakimaning qo'lidagi targ'oqni elib oldi. Angacha Hakima targ'oqni yana olmoqchi bo'lib kelib edi, Sulaymon o'rnidan turib qochdi. Hakima uning orqasidan qo'g'liqda turdi. Er-xotin ikkisi he ha qilishib birdam kulishgandan keyin Sulaymon Hakimaga qarab qapoqlarini turdi va "Hey, cho'ng bo'lmaydigan xotin dasan. Balalarning oldida sat emasmi?" degenicha chechini o'zi tardi. Hakima odati bo'yicha erining burnini chimdib qo'ydi. Shunda qilib er-xotin ikkisining bolalari oldidagi o'yini oxirlashgan bo'ldi. Shu chaqda balalar otasi bilan opasining bu qiliqlaridan ajablanmagan. Aksicha baxtlik o'tayotgan ota-onasining ijilliqini ko'rib, tanlari yayrab ketgan edi. Shu ishlarga hash-pash degicha 5 yil bo'ldi.
Eriga qanat, balalarga ruhi мәдәт болып kelavatqan apsi ularni tashlab kelmaski ketdi. Apa, sen ketkili 1 yildan oshdi. Shuningdan beri kurmin qitimlab apa deb zarladim. Dedi Sharipa heliqi suratni albümdan avaylab ajırtib elib. Aşu zarlaşlarımni yerlikingda yetib ağlıgan sen jenim apa. Bugün ko'nglim buzulib, yuragim qanjig'lab ketdi. Lekin bu dardlarimni senden boshqa kimga deyalayman? Sharipa suratni titrab turgan lavlarga yoqdi va uni bag'riga ching bosqanicha o'ksib yig'lab ketdi. Sharipa shu yig'lig'inicha bir chaqlarda uxlab qoldi. Yerim kechalari bilan Zuhradan tuyuqsiz telefon kelib qoldi. Mardan apsini o'yg'atqili kirib qarasa, heliqi suratni bag'riga ching bosqanicha gelamda tugilib yetib qoldi. Aslida Zuhra bir do'stinikiga choyga ketgachga Sharipa bilan Munavvar qizirishib qolganda, u uyda yo'q edi. U qaytib kelib, otasining og'zidan u ishning ujur-bujurini uqqandan keyin darhol Sharipaga telefon qilgan edi. "Men sening ochang", dedi Zuhra tamkinlik bilan. "Shunga ikki eg'iz nasihat qilib qo'yay deb telefon qilishim. Bu sonra endi unda qilmaslikqa va'da ber bo'lamdi." "Acha, meni to'liq qiynama. Xatolik mendan o'tmagan tursa, nemishqa apu so'rg'udakman. Munavvar bilan janjallashib, otamni xafa qilibsan. Buning o'zi xatolik bo'lmay nima? Nima? Munavvar degan qonchilik nemati u? Mendan toza edibini yeb qolmaganqa xo'sh bo'lsa bo'ldi-ku tehi. Yaxshilikni uqmaydigan dopshoq. Undaq dema, u tehi kichik tursa, uni sonamiz qatorida ko'rmasak bo'lmaydi, uqdingmi? Nima? Singlimiz dedingmi? Ilishib qolmagansa, acha. Qaraganda at o'gün u ona bola ikkisi o'ng yuzingga bir qacha solsa, mo'rmakdi yo'q, so'l yuzingni tutib berdigan o'xshamamsa? Sharipa, ha desila ishni yomon tarbiyaga o'ylaydi ekansan. Meningcha ular hech qanday yomonligi yo'q mo'minlarkan-ku. Zuhraning bu gaplarni anglagan Sharipa achchiqdan yerilib ketayli deb qoldi. U ajisi bilan yana zakonlashib bergisi kelmadi-da, Zuhraning gapi tugamasdilla telefonni taqqida qo'yibdi. Sharipa Zuhraning boyqi gapiga toza achchiqqa keldi-yu, lekin yana turib o'ylanib qoldi. Chunki Sharipa achchiqqa kelib qolganda oldi orqasini o'ylamayla boshqalarning g'ash-g'ush talabatgini bilan amaliyotda unchavala tosh yuraklardanmi emas edi. U Zuhraning telefonda qilgan gaplarni anglagandan keyin o'zining otasini xafa qilib qo'yganiga rostilla pushaymon qilib qoldi. Og'zidan chiqarmag'ini bilan o'zining ketkizib qo'yganligini ichida bilib otdi. Deydi u o'z-o'ziga. Heliqi olvasti har qancha jinimga tegsimi, levimni tishilsamchu. Ist. Buningdan keyin har qanday ishda otamni deb bo'lsimi, oldi keynini o'ylabroq gap qilmasam bo'lmoqdek. 22 bölüm. Sulaymon burundila sahar turatdi. Asiya namoz o'qiydigan bo'lg'ashqa uningdanmi burun turatdi. Shunga Asiya odatda Sulaymon o'rnidan turg'icha bomdodni o'qib, atdiganlik choyni taq qilib bo'ladi. Bugun Sulaymon odatdagidan burunroq turdi. U chaqda Asiya bomdodni o'qib bo'lib duo qilib o'tdi.
Asiya jaynamazını yığıb etib orundan turdi və beşidəki yer süpürüb turğan romalını aldı. "Apsi," dedi Sulayman onunğa. "Bir işdən səl ənsirəb qılıvatımən cumu?" "Nemedin ənsirəyla?" deb sordu Asiya Sulaymanның gepiga qiziqsinib. "Qiyomat kuni ayrılıb keterimizmikin deb bolmamdı." "Voy, bu nim deganlari əmdi?" dedi Sulaymanni mundaqla çaqçaq qilib qo'yuvatıdı deb o'ylagan Asiya oshxona tarafga mang'ach. Lekin Sulayman uning belikidan tutdi. "O'ylab baxmamsan. Sen har kuni namoz o'qib, Xudodan qilgan gunohlaringga mag'firat tilaysan. Qaraganda Xudo seni cho'qim jannatga yo'lga solgudak. Ammo menchu mushu yoshga kirguncha biror vaqt namoz o'qib baxmadim. Shunga qilganlarimni Xudoning kechirishi notayinjimi? Navoda men do'zaxga kirib ketsam, jannatda turib menga ko'z qiringni silib qo'yarsanmi?" Asiya odatda Sulaymanning chaqchaqlariga amroq edi. Lekin u erining bugungi chaqchiqiga sal terikib qoldi. "Qoq saharda nədiki bir gaplarni qiladi ekanlar?" dedi Asiya belikini Sulaymanning qo'lidan astag'ini bo'shitib. "Kimning jannatga, kimning do'zaxga kirdiganligini banda emas, Xudoning o'zi biladi." Sulayman Asiyaning narazılıqıga ancha pisand qilib ketmedi. "Demak, zodi qaysimizning jannatga kirdiganligiga hozircha bir nima degili bo'lmaydi, shundaqmi?" Sulaymanning bu gapini anglagan Asiya lavlarini ching tishildi. "Viyey, musulmon turib o'zlarining nima deganlari bu zodi? Aslida..." Asiya gepining oyig'ini yutib-etdi. Sulayman buningga sal terikkanda qildi. "Aslida deb to'xtab qolding-ku. Gepingning oyig'ini demamsan?" Asiya sal-pal dilg'ul bo'lib turib qoldi. Buni ko'rgan Sulayman teximi titildig'ili turdi. "Voy, sening mushu tilingni chaynaydiganingza odamni titildatmay demamsa gepingning oyig'ini." Asiya Sulaymanning ko'zlariga baxdi. U Sulaymanning varqirig'ini bilan chiroyining bir yerlaridan tabassum yig'ib turganligini ko'rib, o'zining uzundan buyon deyolmay kelayotgan yurak so'zini aytdi. "Shariatning ming bir putuqini mendan obdan bilila, shunga aslida namoz o'qislari bo'ladi." Sulayman Asiyaning gapiga yarasha boshqa gap qilmadi. Chunki Asiyaning to'g'ri aytayotganligi uning ko'ngliga ayon edi. Erining boyqi gapga xafa bo'lib ketmaganligini ko'rgan Asiya so'zni davomlashtirmoqchi bo'ldi. "Hozirchu ba'zi kishilarning iymoni suslab ketgachga Alloh taolo nurg'un ishlarni ko'zimizga ko'rsatyotdi." Sulayman Asiyaning gapini bo'ldi. "Nima demoqchi bo'lganingni bildim," dedi u Asiyaning mo'risiga qiqib turib. "Hamma odam Xudoga taqvodor bo'lsa, jamiyatdagi neri-beri qiliqlarning hammasi tuziladi. Shundaq demoqchi bo'lsan. Biroq sana desam, jahonning ishlari sen o'ylagandek unchavala oddiy emas. Mang, cheyingni et. Men dikkada bozorga chiqib kiray." Asiya Sulaymanning bu gaplaridan uning boyqi maslahatni qabul ko'rgan yoki qabul ko'rmaganligini anqara olmadi. Ammo ortiq gap qilib erining eg'izini g'ayrislamay udul oshxonaga kirib ketdi. "Men bozorga chiqib kiray, ha?" dedi Sulayman bosog'ida turib va Asiyaning "Ma'qul, patroq kirala" degan so'zni anglagandan keyin eshikdan chiqdi.
Әттегенлік базар білән Сулайманлар тұрыдыған қороның арлықы 100 метр ми кәлмәйді. Кәңлікі 7 метрден ашыдыған yolның ішке қасынықыдекі әттегенлік базар саат 6 болар болмайла қызып кеткен еді. Базарның кіргәлі ердекі 20 метрче келедіған яймыда көктат, оның нерсідегі яймыларда мейвичебе, ішкірсіде göş бар еді. Әттегенлік базарның әң қызайдыған ері наштылық сетіладыған яймылар еді. Сулайманмы Құданың құтлық күні наштылық сатыдыған ашу яймыларының алдыға бір қайтым келетті. Бешіға ақ қәсі бөкіні чөкіріп кейіп алған тұңған құтылларының оры өрләп тұрған аппақ өрналыры. Есіптек тітрәп тұрған мантылар, мәзілек пұрап тұрған сап сейрек пілт қоймақлар. Ішқіліп, бұл яймедекі әммелі нәрсе адамның іштахасыны ғыдықлайды. 2 kilogram pomidor bilen 3 bağlam kərəpşini plaster xaltığa əmdəli qaçılap bolğan Sulaymanның көзі oxşıgan yeni pedigenlərə düşdü. O, pedigenden azraq almaqçı bolub, yaymiçidin onun bahasını sorab beqib edi. Yaymiçi kilosu 4 yuan deganni qilib 4 barmağını görsətdi. Vay kasapet, dedi Sulayman içide. 1 kilo pedigenning puluğa 2 kilo pomidor keladigan emasmi? Sulayman pedigenlarga yana bir qaytam qarab qo'ydi-da, uni elishdan yaltiyib orqasiga burildi. U naşlıq satıdığan yaymining oldiga kelib, mantidan 4ni, pilt quymoqdan 2ni aldı. U odatda pilt quymoq yemaydi. Bu 2 tal pilt quymoqni Asiyaga algan edi. Şunda qilib, әттегенлік базарда qılıdığan sodalıqni tügütüp bolğan Sulayman yanmaqçı bolup arqısıga buruldu. O, meyvçivi yaymısının aldığı kelgende, yaymının aldıda meyve elib atqan bir ayal kişiге qarab, ixtiyarsız turupla qaldı. Yandan qaraganda, o ayalның boy bəsti, çaş basoni, yüzünün küpdi, hatta terisinin rengi mu Şəripəge qoyub qoyğandak oxşaydı. Aşu bir neçə sekund içində Sulaymanның köңlüge acayip bir xiyallar keşkili turdu. Oy, Şəripəge bu. Biçara qızım iş qımağıcı meni yoxlap ötəyi dep, bu yerge atayın meyve alğılı kepti de. Hey, men nemilerini oylap kettim. Bu mümkün mü? Mümkün emas. Hazırkı balalarının qaysı biri qaq səhərdə tatlıq uyqusudan keçib, ata-anasıga salam berib ötüşünü xiyalıga keltirdi. Onun üstüge men Şəripəni öydün haydab chiqargan tursam. Şəripə tuyuqsuz yadığı kelib qalgan Sulaymanның yürekleri jığıldıqılı turdu. Şunda qilib o yolda ketib atqaş 30 yıl burun bolup ötken mundaq bir ishni əslab qaldı. O dəl mədəniyyət zor inqilabının axırqı məzgilləri bolup, açlıq, göçmay deganlarının həmmisi beletlik edi. Günlərinin biri də idardan Sulaymanni bir aylıq kursqa əvətdi. Bundaq kursqa qatnaşqanlarga 2 kilodan göç beleti qoşub berilətdi. Sulayman aşu 2 kilo göç beletini aşırıb elib, balalarga alğaş ketiş üçün aşpazlarının başlıqıga aşqazınım degandek yaxşı emas, göç yesem sınmaydı deb qo'yatdi. Onun gepiga ishinib qalgan aşpazlarmı Sulaymanға bir oygacha göçsiz tamoq usib berib, onun göç beletini yig'madi. Sulayman shundoq qilib bir oygacha yong'yu sho'rpisi ichib, göçsiz tamoqlarni yedi. Soqi sandaldek bir er kishining bir oygacha göç maysiz qolsa, qandoq bo'lib ketadiganligini kichik bolalarmi biladi. Bir kuni kursdagilarning hammasi aşxanada tamaq yavatatdı. Sulaymanның yanında olturgan bir aylan aşqazınım çınqırıp ketdi deb omutdek bir parça göçni qaçsının tegiri aşırıp qoyup sırtqa chiqib ketdi. Qalğanlarmı bir-birlab tarqalışdı. Sulaymanның көзі heliqi bir parça göçde edi. O ətrafqa bir qo'ri qarab qoyup, heliqi kişinin qaçsidagi eshib qalgan göçni kappada elib, özünün qaçsıga selib aldı.
va oshxonaning bulung'iga berib o'ltirib, go'shtni pak-pak yeb, so'ngikini g'ajab, xuddi pichoqda oqlagandek qilibdi. Bu ashu zamonlarda cho'p-cho'ngli bir odam uchun aytganda, boshqalar bilib qolsa, yuz to'kiladigan ichinishli tragediya edi. Lekin Sulaymon bolalari uchun ashundoq qildi. U kursini tugitib, heliqi biletga olgan 2 kilo go'shtni ko'tirib uyga kirganda, bolalari xo'shligidan sakrishib ketgan edi. Shu kuni hakima ashu go'shtni besib polo etdi. Uzundan beri uydagilar seg'inib, ko'zga surtgudak bo'lib ketgan pulu Sharipaning eng amroq tamoqi edi. Tavaqtiki titrab turgan poloni ko'rib, og'zi quliqiga yetgan Sharipa Sulaymonga qarab, "Otam bek yaxshi ekan, bizga jiq go'sht akapti", deb ketgan edi. Shu chaqda Sulaymon mushtumda qizining qachidagi pologa qarab, xushalliqda qiyin-qiyiniga batmay qilayotganligini ko'rib, dimoqlari ichishgan edi. Sulaymon ashu ishni shuncha yillardan buyon insijinga tinmagan, hatto o'zimi unutib ketgan edi. Bugun nemishqidir ashu ishni yodiga elib qolganligiga o'zimi hayron qoldi. Durust, Sulaymon Sharipani seg'indi. Uning qiziga shundoq degisi bor edi. "Jenim balam, sizlar uchun har nimadan kechishga rozi edim-ku. Ammo sen judonim o'rlab varqirab qo'ygunimga meni necha oydan beri tashlab levatding. Endi sendan rostdan ranjiyotaman. Lekin turibla seni nihoyatda seg'inib-otaman. Chunki sen mening yurak param emasmi, jinim qizim?" 23 bölüm. Hash-bashdegicha kuz ketib, qish kirdi. Sulaymonmu har kuni tong saharda turib elib, sagirigach atiganlik bozorga chiqib, sut, ko'ktat, issiqdan akrashdan qoldi. Bu shahar ikki tog'ning o'ttirsida bo'lg'ashqa, sanjaq-sanjaq egiz to'rxillardan purqarab chiqadigan qop-qora islar darhol tarqab ketolmay, shahar osmonini attigandan kashkicha qaplab turadi. Shunga osmondan bemalol uchib tushayotgan mamuqdak oppoq qorlar hayal o'tmay o'z rangini yo'qotib, kul rangga aylanadi. Yaman yeri shahar havosidagi bo'lganmalar tirikchilik uchun burnida yer tiravatgan sonsizligan kishilarning o'pka kanaylarini to'ydirmasdan qardan chiqaradi. Shunga jonni darhol olmaydigan, ammo odamni bir umr qiynaydigan so'zilma kanaychi yollig'i bu shaharda hammadan ko'p ko'riladigan kasalliklardan biri edi. Sulaymong'amu ashu kasal yodnom bo'lib qoldi. Shunga u qish kunlari talatuzga ko'p chiqmaydi. Bugunmi Asiya tong sahar turib choy qaynatdi. Sulaymon nashta qilib bo'lgandan keyin koridordagi palampaydan chiqib tushib, ancha-muncha harakat qildi. U sal hosirganda qilib edi, asta kirib tamoq shirasining oldidagi o'rindiqqa kelib o'ltirib, Asiyaning chiroyiga sap soldi. "Voy, chiroying o'msi turdi. Mijozing yo'qmi nima? Choyni munavvar qaynasi bo'lmamda amisa?" dedi Sulaymon Asiyaga ich og'irib. U texi uyg'onmadi. "Nima? Qiz bolami hozirgacha uxlagan bormi? Mang, kirib uyg'otib chiq", dedi Sulaymon sal achchiqlangandek qilib. Asiya sal jiddiylashgan bo'ldi. Chunki Munavvarning ba'zi bir illatlari Sulaymonning oldida oshkorlanib qolsa bo'lmaydi. Asiya mu qizini bu oila kishilarining orasida har vaqt qanot ostida saqlash kerak edi. O'zlab bilala, u uncha bola o'rin bolami emas. Besh og'rib yetib qopti shu. Tumu tegib qolgan o'xshaydi, dedi Asiya Sulaymonga yolg'on so'zlab. Lekin oldida o'ltirgan bu oq ko'ngil buvayni aldavatganligidan ko'ngli chivin yavalgandek bo'lib qoldi. Ammo
Bu aq ko'ngil bovay Asiyaning so'zlariga ishongan edi. Undaq bo'lsa yana nimaga qarab tursan? Mang, heliqi chilab ichadigan doridan bir qapni chilab ichirib qo'yg'in. U tumog'i obdan manfaat qiladi ekan, dedi Sulaymon Asiyani oldirdi. Oy to'xta, dedi u Asiyaga qarab. Mang, kirib uni uyg'otib chiqqin. Oldi bilan nashti qilsin. Qo'rsaqni ravruz taqqagandan keyin doridan bir qap ichib qong'uch uxlab olsa, o'nglanib qoladi. Minəvərni əmdi oyğutub çıxmasa bolmaydiganligini pəmləgən Asiya arqasıga burilib, Minəvərnin hujrasi tarafga mangdi. Minəvərnin ağrıb qalğını yalğan edi əlbəttə. O əslində apsıga qıydab yetib alğan idi. Minəvər oqış bitirgeli 2 yil boldi. Lekin onundak ata-anasının ya puli, ya cəmiyyətdə ornu yox balalarının ali texnikumni bitiribla o'qigan kasbiga mos kelgudek birər xizmatga o'rinlasha olishi tas ish edi. Asiya Sulaymonga yotliq bo'ladigan chaqda Maryam uningga Sulaymon degan u odamning jamiyatda o'rni bor. Sizning keyin xizmatga o'rinlashishingizga yo'lak bo'la oladi degan gapni qilgan edi. Asiyaning Sulaymonga yotliq bo'lib kirganiga 20 yil bo'ldi. Münəvvərnin bu öyge köçüb kirib turvatqınıqımı 2 aydan işib qaldı. 2 ay jaryanida bu öydikiler Münəvvərni ətdigəndən kəşkişə öy işığı saldı-yu, lekin onunğa xizmət tapıdığan iş heç kimnin xiyalığı gəlmedi. Lekin Münəvvər birəri eğiz içib qalarmıkin degan ümiddə çişini çişləb turub kütüb baxdı. Amma Şərifə bilan qızırışıb qalğan heliq künüdün başlap o əmdi yana sükut qilayversan bo'lmog'idek degan niyatga keldi. Onuncha bo'lganda apsi o'zining otasi dematlik qiyraga tegib 2 qizining yuzini to'kdi. Shunga Sulaymonning oilasidagilar bu otasiz yetim qizlarning to'lagan badali uchun ularga oz to'la odamgarchilik qilishi, ang bo'lmaganda Minəvərning xizmatiga onchi-muncha ha-hu deyish berish kerak edi. Şoň Münəvvər aldınqı günü kəşdə apsını asta hujrasiga chaqirib onunğa. Avu adamga degin, xizmatimga oncha-muncha boshqatirib qo'ysin. Bo'lmasa bu uydan chiqib ketib, o'z kunimni o'zim olaman, dedi. Bu Münəvvərning apsiga qo'rqoq selib qo'yayotgani emas edi. Qizining ko'ngladagini obdan tushungan Asiya qizining talabiga ma'qul bo'ldi. Lekin Münəvvər apsining g'iding-biding demayla ma'qul deganini ko'rib, texmi yo'g'on yerdan tushgili turdi. Atdiganlikka choy ishkash o'ltirib degin. Bo'lmasa og'rib yetib olaman. Yana uyning qirqotlari yundu purishligini kim qilsa qilsin. Men bo'lmasam bu uyning qandoq bo'lib ketadiganligini avu adam bir ko'rib baqsin. Asiya kirib o'yg'itib bo'lg'icha ratlik kiyingan Münəvvər hujrasidan o'zi chiqib keldi. U hujrasida turib baya Sulaymon bilan Asiyaning qilishgan gaplarini anglagan edi. U yolg'ondan tugilgandek qilib Sulaymonga past ovozda salom qildi va udul hojatxonaga kirib ketdi. Asiya Sulaymonga Münəvvərning xizmat ishini deb baqmoqchi bo'lib, Sheraning yenidagi o'rindiqqa keldi. Ammo nima deb eg'iz etishini bilolmay uzundan uzun o'ltirib ketdi. U o'ziga bir china choy qo'yib, uningga nondan bir burda soldi. Ammo chinadagi choydan bir yutummi o'tlamay, laylab turgan bir burda nonni qo'shiqda u yoqdan bu yoqqa ittirib qo'yib-atdi. Sulaymonning ishtohasi nihoyat yaxshi edi. U atgan choydan bir opqurni nonni chilab turib ichib olgandan keyin anardan birini o'tirdan kesib oldirmay yegila turdi. U tuyuqsizla kart qilib birini kekardi. Buning bilan xiyol surib o'tirgan Asiya Sulaymonga lappida qaradi. "Opla", dedi Sulaymon og'ziga aliqini bilan boshqina birini urib qo'yib. "Xafa bo'lma, ha? Ajab satga kirib ketdim." "Uvey, xafa bo'lma deb ketganlarini", dedi Asiya
yerden beşini götürmey turup, kekergenge nemi bolatdi? Ha? Sen xafa bolmaydı ekansan da? Dedi Sulayman Asiyaga qarab. Hakime rahmetlik, naaytı zil mazlum bolğaşqımı kekergen adamga yaman öç edi. Sulayman Asiyaның aldıda oylaşmayla yana Hakimening ismini chiqarib qo'yganligiga nomus qilib quloqlargacha qizirib ketdi. Demisimi Sulaymanның undaq gaplarni og'zidan chiqarishi Asiyaning ichqan yeriga tussapgandek ish edi. Ammo Asiya o'zini erining ilgirki xotiniga kundashlik qilishqimi salohiyati to'shmaydigan g'irib mazlum deb qaraydigan bo'lg'ashqa bundaq chaqlarda ko'z yoshlarini ichiga yutib anglamagan, bilmagan kishi bo'lib o'ltirib oladi. Shundaqmi? Dedi Asiya Sulaymonga illiq kulimsirab. Hakima oylam cho'qim tussa sepi qishqarsa e'tibor obdan oilaning qizi bo'lsa kerak. Undaq oilada cho'ng bo'lgan qizlar azal keladi. Men degan mushtumdak chig'imdan boshlabla jabr jafoga pishib ketgan deysizlar. Shunga undaq ushaq-tushak ishlarga ancha zig'irlab ketmayman. Sizlarmi-chu, endi undaq ishlardan tortinib yurmisizlar. Asiya qo'lining dumbisi bilan og'zini to'squnicha pixildab kulib ketdi. Sulayman Asiyaga boshqa gap qolmadi. U anarni uvitib ilib og'ziga soldi. Lekin ko'nglida o'ziga so'zlab atadi. Yana bir xastalik qilib, uning oldida Hakimaning ismini tilga elib qoldim. Lekin u-chu buni azroqmi ko'ngliga olmadi. Nima degan ko'ksi qarni kang xotin, ha? Qaraganda Asiyani elib xato qilmabdiman. Sulayman tuyuqsizla Asiyaga biror ish qilib berishni o'ylab qoldi. Uning sizmi Sulayman og'zida demigini bilan o'ltirsa qo'psa xiyoli Minavarning xizmatida edi. Mana endi Minavarning xizmati to'g'riliq bir ishni Asiyaga degisi kelib qoldi. Minavar tarjimonlik kasbida o'qib ekan-ku, dedi Sulayman Shiradan beshini ko'tarmay turib. Oldingi kuni turmush jurnaliga xanzucha asosi yaxshi tarjimondan birini oladi ekan degan gapni anglab, shu jurnalning bosh muharririga telefon qildim. U odam mening yiqinim, uning ustiga u adashning bolasini men xizmatga o'rinlashtirib qo'yganligini, Minavarning ahvolini uningga devidim. U shunda xo'sh bo'lib ketdi. Ular 100 dirani imtihon oladi ekan. Ehtimol 1-2 kungacha telefon qilib qilishi mumkin. Shunga Minavarga ayt, obdanroq tayyorlik qilsin. Asiya o'z quliqiga ishonmayla qoldi. O'zi necha kunlardan buyon ig'iz ocholmay yurgan ishqa bu bovay xeyli burunli kalla qatirib yuribdigan emasmi? Asiya minnatdorlik ushqunlari chaqnab turgan ko'zlarini Sulaymonga tikdi. Asiya ko'nglidagi til bilan ifodalab bergisiz tashakkurlarni Sulaymonga o'z dirani to'kkisi kelayotdi. Ammo u tuyg'ularini oshkora bildirishga odatlanmagan mazlum edi. Shunga u yurakidagi olamchi shodlikni chiroyidagi odatda kamdan kam ko'rinadigan jilvilik tabassumi bilan ifodaladi. Voy, rahmat sizlarga, rahmat, dedi u shodlik yoshlari lig'irlab turgan ko'zlarini Sulaymonga tikib. Xeylidan beri bu ishni sizlarga deb boqaymikin degan, lekin yuzim chidamadi. Sulaymon hiliq anarni pak yeb bo'lib, odati bo'yicha gest o'qimoqchi bo'lib, ko'zoynagini taqadi. Asiya asta Minavarning hujrasiga kirib, Sulaymonning boyqa gaplarini Minavarga deb berdi. Xo'shallikdan sakrab etishga tas qolgan Minavar opsining bo'yniga ching esilib turib, uning mangziga cho'kkida birni so'yib qo'ydi. Rahmat sana apa. Minavar shu xo'shalliqida Sulaymon bilan Asiyaning texi yaqindala yuygan karvat kirliklari bilan yotgan kirliklarini yana yuyib dazmollab chiqdi.
Tumu tegip yetip қалған Minəvərning өйнің şunçuvala işlerini ғın qılmay qılıb atqanlığını көріп, naiti təsirlənген Sulayman işədə öz-özüge sözləp getdi. Kiçik çığdan başlapla japağa pişqan balı degen bölekçi bolu degen emasmı? Mening balalarımның qaysı biri saqsız bolup yetip qalgan çağlarda öy işlerini qılıp baqqan? 24. bölüm. Sulayman düşənbə günü ətdigəndəla Turmuş jurnalının baş muharriri Yasinға telefon qılıb edi. Yasin, Minəvər saat 9-da təkrar bölümüge kelsin. Bu qitimqi imtihanға qatnışdığanlardan Minəvərdən başqa yana ikki var, dedi. Ha? Mundaq degen, 3 adamның içidən biri talınıdı degen gep, dedi Sulayman. Ondaqda qalğan ikisi qandarak ken? Bunu hazırca sormay turğun adaş, dedi Yasin. Aldı bilen qızыңны әkelmemsen? O şundaq dedi de telefonu koyuvetdi. Sulayman telefondan kelip atqan varang çurungdan Yasinning işxanasida nurg'un adam barligini, Yasinning aşular bilen naiti aldıraş ikerligini sezdi. Sulayman bilen Asiya ikisi saat 8'ge qalmay Ümit yoladaki Turmuş jurnalı tekrar bölümüge yetip geldi. Binada lift bolmağaşqa 5-ci qavatga chiqib bolğucha Sulaymanning hazıra hiç halı qalmadı. Lekin o yaş xotununing aldida çandırıp qoymaslık üçün binaga mezmut qadamlar bilen Asiyadan burun chiqib boldi. Ular koridorga kirib kelgende tam tövedeki orunduqda yana 2 adam oltiratdı. Qaraganda Minəvərning raqabətçiləri şular oxşaydı. Koridorning içi oğuva, onun üstüge 5-ci qavatga chiqib bolğucha Sulayman herib közleri qarang'ulashib ketgachga oltirgan bu ikkilandin birining uruqqina kelgan ayal kishi ekanligini ilg'a qila oladi. Sulayman oltirgan o ikkilanga diqqat qilmay udul baş muharrir işxanası degan webesga esilgan eshikning oldiga kelib to'xtadi. Eshik qiya ochiq edi. İşxana içide biraylan üllük sözlab atatdi. O dal Yasinning ovozi edi. Qaraganda Yasin biri bilan telefonda so'zlashib atgandek qilatdi. Sulayman Asiya bilan Minəvərni agashtirib tam tövedeki eriqi uzun o'rindiqning oldiga keldi. Asiya tuyuqsizla Sulaymanning peshini boshqini tartib qo'ydi. Sulayman nima bo'ldi deganni qilib Asiyaga qarab edi. Asiya uningga o'rindiqni ishorat qildi. Sulayman o'rindiqqa qarab ko'zlariga ishonmayla qoldi. O'rindiqda o'ltirgan heliqi o'ruq ayol dal uning cho'ng qizi Zöhra edi. Zöhra ularni ko'ribla tabassum bilan o'rnidan turib, ular bilan salomlashdi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sulayman doduqlab turib so'radi. Bular tarjima takrori olmoqchi ekan-to'q, shunga imtihon berib boqaymikin deb kelgan. Zöhra otasi bilan Asiyaning Minəvərnimi dal ashu imtihonga elib kelganligini hargiz uqmaydi. Bir obdan idorang tursa, qandoqlarcha bu yerga kelmoqchi bo'lib qolding? deb so'radi Sulayman Zöhrani ayblagandek talaffuzda. Shu topda Sulaymanning kallasi elishib ketib atadi. Demisimu u bu fursatni Minəvərga ming taslikda tepib bergan edi. Ammo uning o'gay qizi Minəvərning qo'liga kelayla deb qolgan nasibini o'z qizi Zöhra tortib olish oldida turadi. U Sulaymanni ig'ir tanqislikda qo'yadigan ish edi. Zöhra otasining gapiga javob bermadi. Ammo Minəvərga qarab ko'ngli tuyg'andek qildi-da, otasidan so'radi. Sizlar nimaga keldinglar? Sulayman Asiyaga bir qarab qo'yib, gelini qirdi va Minəvərning o'qig'ini tarjimonlik emasmi? Shunga unimi imtihonga elib kelgan, dedi. U yana ulapla so'radi. Mushundaq cho'ng ishnimi menga masla solmabsan-ku qizim?
Zöhre başqa gap qilmay, atысы bilan Asiyani o'rindiqqa taklif qilib, o'zi Münəvvərning yeniga berib, o'ra turdi. Goya qaynavatqan qazonga soğuq suv quygandek hammeylan jimapli ketdi. Hammeylan cho'nqur xiyolga patqan edi. Miskinlik ichida hammadan ko'ngli yerim bo'layotgani Münəvvər edi albatta. Chunki u imtihonning surida jiddiylashib turganning ustiga o'ylamagan yerdan o'gay ochisi Zöhra bilan tovoq talishib qoldi. Buni o'ylagan sari Münəvvərning ko'ngli yerim bo'lib ümidsizlanib ketib. Onun o'gay ochisi Zöhra muloyim, ko'ngli ko'ksi daryodek kangri, tarbiya ko'rgan qiz edi. Asiya bilan Münəvvər ularning uyiga kirgandan buyon bu ana bola ikkisini bakmi hurmat qildi. Ularning biror qitimmi ko'nglini og'irtib boqmadi. Zöhra Asiya bilan Münəvvərni o'z qerindishida ko'rgashga, bu ana bola ikkilan Sulaymonning uyida xuddi tug'ilib o'sgan uydagidek o'zi bak, o'zi xon yuravatadi. Qo'yning qo'zisidek yavash, muloyim bu qiz garchi kishilarni damalliqqa hayron qoldirib, boshqalarning diqqatini tortolmasimi, lekin mundaqla qaramoqqa uning durust, oq ko'ngil qiz ekanligi chiqibla turadi. Demak, bundaq odamlar boshqalarning ishonchisiga oson erisha oladi degan gap. Shunlashqimi Münəvvər o'ziga putlikashon bo'layotgan bu o'gay ochisiga shu tapda o'shligi kelavatadi. U Zöhraga lappada bir qarab qo'yib, qapoqlarini suzdi. Lekin Münəvvərning chiroyidagi bu ifodani hech kim sezmadi. Dal shu chaqda bosh muharrir ishxonasidan chiroyli bir qiz chiqib, o'rindiqda o'ltirganlarga qarab, "Münəvvər Mo'min ismli qiz keldimi?" deb to'ladi. Onun bu qiyofati ba'ayni doktorxonadagi bemorlarni navbat bo'yicha chaqiradigan sestraga o'xshab ketdi. "Keldim. Münəvvər Mo'min men bo'laman", dedi Münəvvər hayajon bilan va nemishqidir yonda turgan Zöhraga ixtiyorsiz lappada qaradi. Ondan Sulaymon bilan Asiyaga qarab kulib qo'yib, chaqirgan ishxonaga kirib ketdi. Alahazal yarim soatlardan keyin Münəvvər heliqi ishxonadan yenib chiqdi. U ham tamkin, ham mag'rur ko'rinadi. "Qandaqroq so'rgan savollari tasmikan, javob bera oldingmi?" Asiya aldirab so'radi. "Yo'q, ancha tas emaskan. Savol so'rgandan boshqa bir parcha qisqa maqolani Uyg'urchadan Xanzuchaga tarjim qildirgan edi. 10 minutga qolmayli tarjim qilavatdim", dedi Münəvvər kulib turib. "Shundaqmi? Bək yaxshi bo'pti qizim." Xo'shliqidan eg'izlari yumilmay qolgan Asiya qizining qo'llarini olqiniga ilib silab ketdi. Sulaymon bu ana bola ikkisiga qarab miyqida kulib qo'ydi. Yonda Zöhra qarab turg'ashqa, u Münəvvərga bək yaqinchilik qilib ketsimi bo'lmaydi. Ali degan kim?" Heliqi qiz chiqib yana tovladi. Angacha tam tövidagi o'rindiqda zuvan surmay jim o'ltirgan bir yigit o'rnidan dast turib, bosh muharrir ishxonasiga kirib ketdi. "Ata, sizlar qaytaveringlar", dedi Zöhra adab bilan otasiga qarab. "Manga navbat keladiganga yana yarim soatdan oshiqroq vaqt barda qiladi." "Amisa mayli", dedi Sulaymon. "Biz qaytayli. Ishing tugagandan keyin uyga boramsan yoki idorangga qaytamsan?" "Idoraga qaytaman. Borgandan keyin sizlarga telefon qilay." Uchaylan qaytib mangdi. Zöhra ularni palampaygacha uzitib bordi. Palampaydan tushadigan chaqda Münəvvər Sulaymonni qo'ltiqlab oldi. Asiya Münəvvərning somkasini ko'tarib, ularning orqasidan asta tushib ketib. U ishini ko'rgan har qanday odam nihoyat baxtli bir oila kishilari ekan deb qoladi.
Ularning arqısını qarab turgan Zöhrə atısının öz qızığı uqturmay Minəvərinin xizmetiga yo'l manğanlığını yadığı elib, bu ana bala ikkisiga tunji qitim ichtarlıq keldi. Zöhrə hasad degan narsaning naqadar achchiq va chidug'isiz bo'ladiganligini tunji qitim his qilayotdi. Zöhrə buningdan 16 yil burun Şinjan Universitetining Adabiyot fakultetini bitirib, hozir ishlayotgan idorasiga taqsim qilingan edi. O chaqlarda idoralarning hammasida tarjimonlar e'tiborli bo'lg'ashqa, tarjimonlikqa kishilar havas qiladi. Yillarning o'tishi bilan milliy kadrlarning xanzucha saviyasi o'sib, xanzucha hujjat materiallarini bevosita ko'ra oladigan bo'lib edi, tarjimonlarga kishilarning burunqidek hojati tushmaydigan bo'lib qoldi. Buning bilan idoradagi tarjimonlarning qiladigan ishi ozayib ketdi. Qayrishqandek nurg'un idoralar isloh qildik deb kadrlarning mukofotini qilgan ishining miqdoriga qarab bekitadigan ishni chiqardi. Shunday qilib, kunda qiladigan xizmati bor bilan yo'qning orasidagi Zöhrə bara-bara mukofot elish, ilg'or baholanish deganlardan eg'iz ocholmasda bo'lib qoldi. Uning ustiga Zöhrəning idorasi uyiga bek jiroq edi. Har kuni ishga berib kelish uchun 3 soat ko'cha avtobusida o'ltirishga to'g'ri keladi. Shunga Zöhrə xeylidan beri o'zining rolini joriy qildira oladigan, uyga yaqinroq biror idoraga yutkilib olishni orzu qilib yuradi. Keyin tuyuqsizla turmush jurnaliga tarjimonlikqa pishqan muharrir olgudak degan xabarni anglab, darhol tahrir bo'lim bilan aloqalashib baqdi. Ularning oladig'ini Uyg'urcha asarlarni xanzuchaga tarjim qila oladigan tarjimon edi. Uning ustiga Zöhrəning xanzucha asosi puxta bo'lg'ashqa, Uyg'urcha asarlarni xanzuchaga tarjima qilish uning uchun o'yinning o'rnidagi ish edi. Shunga u tahrir bo'limiga darhol kelib tizimga oldirdi. Aslida atisiga bu ishni 100 turana imtihon tugagandan keyin etmoqchi bo'lgan edi. Bundaq bo'larni kim o'ylagan deysiz? Zöhrə ularni uzitib qo'yib, koridordagi o'rindiqda nima qilarini uqolmay xiyol surib o'ltirib ketdi. Oxir navbat uning qo'mi keldi. Zöhrə o'zining imtihonni nihoyat yaxshi berganligini tahrir bo'limidagilarning chiroyidagi rozimanlik chiqib turgan tabassumlardan bildi. Endi otamga kelay, deydi Zöhrə ichida. U zodi kim tarafda turar? O'z qizining tortquluqlarini o'ylab qo'yarmi yoki burunqi munosabatidan foydalanib Minəvərni tahrir bo'limiga tiqarmi? Hey, vaqti kelganda bir gap bo'lar. 25-bo'lim. Sulaymon Asiya ana bola ikkisini agashtirib uyga xushal qaytdi. Ammo yo'l bo'yi ular bir-biriga kulib turib gap qilishqini bilan hammasining qo'rsqida o'ylayotgani bor edi. Bo'libmi Sulaymon tanqisliq ichida qandoq qilarini bilolmay qiynalib ketyotdi. Yaqinqi bir necha yildan buyon Zöhrəning xizmati o'ngishli bo'lmayli keldi. Shunga Zöhrə idorasida pat arada islohot bo'ladiganligini, navoda odam tangshashga to'g'ri kelsa, undaq shamol oldi bilan tarjimonlarga tegadiganligini Sulaymonga necha qitim degan edi. Zöhrəning boshqa biror idoraga yutkilib olsam bo'ladi deb yurganligidanmi Sulaymonning xabari bor edi. Zöhrə imtihon bergan bu jurnal tahrir bo'limi hukumat boqadigan, tahrirlari ma'muriy shtatga kiradigan, uning ustiga Sulaymonlarning uyiga yaqin idora edi. Zöhrə uchunmi bu tahrir bo'limi o'ylaganidanmi yaxshi o'rin edi. Yurakidagi gapni qilsa, Sulaymonning Zöhrəga yordam qilg'isi bor edi. Lekin Minəvər Asiyaning yurak parisi. Ma'lum ma'nodan olganda Sulaymonning qizi. Shunga Sulaymonning uning xizmatiga ko'ngil bo'lib qo'yish majburiyatimi bor. U qo'lni tishlasimi og'ribdi, bu qo'lni tishlasimi og'ribdi degan shu-da.
Qandaq qilish kerak? Sulaymon damallıqqa bir qarorga kelolmadi. Shu tapda Asiyaning naqadar dakka-dukkiga tushib ketayotganligini demayli qo'yayli. Asiyaning o'ylag'animi to'g'ri. Chunki Zuhra Sulaymonning o'z qizi tursa, uni bir yoqqa qayirib qo'yib, o'gay qizi Munavvar uchun gap qilarmi? Mumkin emas. Ammo bu Munavvar uchun tepilg'isiz yaxshi fursat tursa, uni qo'ldan berib qo'ysa, qanday qiladi? Asiya issiq sovuqni jiq ko'rgan mazlum bo'lg'ashqimi, biror qiyinchilikqa yo'liqqanda uning amalini har nima qilib bo'lsa-mu topmay qo'ymaydi. Asiya bilan Munavvar uchun aytganda hammadan muhimi Sulaymon edi. Navada Asiya Sulaymonning maylini qo'lga elib olsa, uning bolalari har qancha chichangishsa-mu baribir. Bularni xiyolidan bir qo'ri o'tkazgan Asiya qizining istiqboli uchun jini chiqib ketsa-mu, bu fursatni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik niyatiga keldi. Yerim yo'lga kelganda Munavvar bir saboqdishim bilan ko'rishiman deb shu joyda qoldi. Sulaymon bilan Asiya uyga yetib kelganda tushlik tomoq vaqti bo'lgan edi. Sulaymon sal harduq elib olay deb karvatga chiqib yotdi. Asiyaning herib hech holi qolmagan edi. Lekin u Sulaymondek karvatga chiqib yetib olsa bo'lmaydi. U kiyimlarini yangushlab, sovuq suvda yuzini yuvdi, sal-pal sagirab qoldi. Asiya Sulaymonning yeniga kirib, uningdan "Nima tomoq yegilari bor?" deb so'radi. Karvatda gez ko'rib yotgan Sulaymon "Nima etsang mayli" dedi. Gezdan ko'zni uzmay turib. Asiya bo'lsa Sulaymonning kava mansiga amroq ekanligini biletdi. Shunga darhol kava qirib, piyoz chanab, go'sht to'g'rab degandek birdamdala qiyma tayyorladi. Andin to'nglatqidagi tayyor xemirni elib, uni zuvullab qog'ozdek ochdi. "Kava mansi etayotgan o'xshamamsan?" dedi Sulaymon Asiyaning orqasiga asta kelib. Qo'li xemirda bo'lgani bilan asyadi Munavvarning ishida qolgan Asiya tuyuqsiz chiqqan bu ovozdan cho'chib ketdi. "Voy xudoyim-ey, ajab qo'rqitibdi-ku odamni", dedi Asiya pixildab kulib turib. "Voy, yeningga kelish uchunmi oldi bilan so'ran selib qo'yishim kerakmi endi?" dedi Sulaymon Asiyaga chaqchaq qilib. Munavvar yerim yo'lda ayrilib qolganicha kashlik tomoq vaqtigacha-mu qaytib kelmadi. Asiya kashlik tomoqning qoch-quchilarini yig'ishtirib yuydi. Sulaymon mehmonxonadagi sofada tizginakni tutib o'ltirib, televizor kanallarini heli uningga, heli buningga almashtirib o'tadi. Qoch-quchilarni besiqtirib bo'lgan Asiya ayol o'tmay partuqini elib etib chiqib Sulaymonning eniga kelib o'ltirdi. Televizorda yashanganda qayta nikohliq bo'lgan bir jup ayolning turmushi hikoya qilinadigan ko'p qismli televiziya teatri berilib o'tadi. Televiziya teatrining hikoyasi nihoyat qiziq bo'lib, bosh qahramonning bolalari intayin zo'migar edi. Ular otasi uyda yo'q chog'larda hadisila yo'qolan ishlarni bahona qilib, o'gay opsini bo'zaq qilib o'tadi. Ekranda tuyuqsizla ashu uydagi kenji qizning qo'lidagi chinini o'gay opsiga qartib otgan ko'rinish chiqib edi. Sulaymon darhol boshqa kanalga yo'tkazdi. U aslida Asiya bu ko'rinishni ko'rib, ko'ngli yerim bo'lib qolmasin deb o'ylagan edi. Sulaymon Asiyaga ko'zining quyruqida qarab baxdi. Ammo Asiya televizor ko'rayotgandek o'ltirgani bilan amaliyotda uning ko'zi talada edi. Durust, Asiyaning ko'ngli bu yerda emas edi. Qaraganda televiziya teatridagi heliqi bolalar o'gay opsini urib o'ltiraversimi, Asiya mit qilib qo'ymay o'ltiraverdigan o'xshaydi. Shundoq. Bundaq chaqda Asiyaning televiziya ko'rishga qandaqmi ra'yi borsin?
Ular təkrar bölümüdən qaytıb gəlgəndən keyin Süleyman Münəvvərinin xizməti toğırlıq bir eğizmi gəp qılmadı. Asiyamu Süleymanğa bu haqda eğiz etişqi betin almadı. Lekin o Süleymanның qorsıqıdaki rast gepini anlaşqa taqatsa edi. Hatta Süleyman yanala Zöhrənin xizmətiga yardım qılğın bar degəndək gapni qılsımı məyli edi. Asiya Süleymanның g'emirida yo'q televizor ko'rib o'ltirganligiga qarab ko'ngli buzilg'ili turdi. Navada Münəvvər o'z pushtung bo'lgan bo'lsa, mushundoq beg'am o'ltirarmiding? deydi Asiya ko'nglida. Ichi titildab ketayotgan Asiyaning kimlargidir achchiqlab varqirg'isi kelatdi. Lekin u sabr qilsang g'oridan holva pitar degan qoidani obdan tushunadigan aqlli mazlum edi. Süleyman televizorni eli uningga, eli buningga yo'tkab ko'rib baqqandan keyin ichi pushib o'chiribdi. Eg'iz ichish fursatining endi kelganligini bayqagan Asiya asta Süleymanға qardi-da, barmoqlari bilan Süleymanning sangilab ketgan engikini silab qo'yib, pixildab kulib ketdi. Turupla o'zimga kulgim keladi qarsila, dedi Asiya qizirib ketgan yuzlarini yerdan ko'tarmay turib. 50 yoshga kirib qolganimga baxmay, sülini ko'rsamla xuddi yangi to'y qilgan yosh juvonlardek erkiligim kelib ketadi deysizlar. Voy, buning nari yaman. Odam degan 80 yoshga kirib ketsimi, uning yuragi tug'ilgan chaqdagidek düppildab so'qib turdi emasmi? Sening erkiliging kelib, engi kimni silab qo'yishlaring. Nemedi u? Hakima aylangchu. İxtiyorsiz yana hakimaning ismini chiqarib qolganligidan o'ng'aysizlangan Süleyman gepining ayg'ini yutib etdi. Nima? To'xtab qoldilig'u? Silmi qiziq kella? dedi Asiya Süleymanning quliqini chimdib turib. Andan beshini Süleymanning mayitisiga asta qo'ydi. Qaraganda sili mening ko'nglimni degandek tushunmaydi kella, deb gepini davomlashtirdi Asiya. Hakima oilamni ko'rib baxmagan bo'lsammi, lekin uning qaltis o'tgan ayol ekanligiga ko'zim yetadi. Sili Hakima oilam bilan 40 yil uy tutdilar. Ikkilarining mehri cho'nqur. Ish qilib, sili Hakima oilamning ishlarini jiqroq deb bersizlar. Men uningdan o'ginib, siliga ko'ngillari suv ishkidak hamroh bo'la olsam bo'ladi. Mening o'ylaydiganim shu, atsi. Ko'ksi qarni daryoda kangrab Asiyaning bu samimiy niyati Süleymanni qattiq ta'sirlantirdi. O'zimi tushunib bo'lolmaydigan ajoyib murakkab bir tuyg'uning karomatidan ko'z jiyaklari qizargan Süleyman lam jim demay o'ltirib ketdi. U titrab turgan qo'llari bilan Asiyaning sochlarini siladi. Süleyman shu daqiqada o'zini yosh vaqtlariga qaytib qolgandek, eytib tugatkisiz baxt beshigida bag'ashlanib yotgandek sezdi. Shundoq, u endi g'irib emas. Chunki uningga toki mahsharga kirib ketguncha hamroh bo'ladigan sirdishi yanada o'ltiribdi. Unda qilsaq bo'larmi? dedi Asiya past ovozda. Süleyman uning sochlarini silab turib so'radi. Nimani? Hiliqi Yasnag'un degan boshliqqa deb baqsila, dedi Asiya Süleymanning ko'kragidan beshini ko'tarib jiddiy tarzda. Hiliqi o'ringa amal qilib Zöhrani olsin, bo'lamdi. Süleyman quloqlariga ishonmayli qoldi. Asiya rost davatamdi yoki bu gapni boshqacha niyat bilan aytdimi? Bu tarafi Süleymanға qarang'u edi. Shundaqdimi u Asiyadan nihoyatda ta'sirlanib ketayotdi. Imtihon amdali tugagan tursa, kimning qanchalik natijaga erishganligini uqmaymiz-da. Viyay otsi, hozirgi jahonning ishlarini kim uqmaydi? Vaqti kelganda natija deganlari bir chetda qoladi. O'tadig'ini yanala munosabat.
Ясын Ахун bilan yaqin o'tadiganlar, shunga sizlar hayt deb qo'ysizlar, meningcha ular sizlarning gaplarini yirmaydi. O'g'u shu, biroq tahrir bölümü degan kelsi kelmas odamni olsa bo'laveradigan o'rin emas. Yasin har qancha yuzimni qildi degan taqdirdimi, yanala oldi bilan bolalarning imtihon natijasiga qaraydi. Shunga yana biroz saqlab boqayli. Viyay, bundaq ishnimi saqlab o'ltiramdigan, dedi Asiya titliq bilan. Unda qilmay, Yasin Axunga hozir telefon qilib baqsila, u nima deydi ekan? Sulayman Asiyaning talabiga ma'qul bo'ldi. Ammo uning Yasinga telefon qilib söylagisi kelmadi. Chunki Sulaymanning ko'ngliga ayon edi. Biror o'ringa biror odamni elish demakka oson bo'lgani bilan, u samandek rasmiyatlari bora tas ish edi. Shunga u yoqdan imtihonni berib bo'libla, bu yoqdan söylagili tursa, xalqning ra'yini qochirib qo'yadigan gap. Sulayman Yasinga telefon qilmadi. Asiyami u ishni ikkinchi so'ramadi. Zuhra kam so'z bo'lgani bilan o'z ishiga puxta edi. Shunga u imtihon berib bo'lib, hayal o'tmayla, tonishlari orqali o'zining imtihon bergan uchaylan ichida eng yaxshi bahoga erishganligini uqib bo'ldi. Demak, uning tahrir bo'limiga qabul qilinishida gap yo'q edi. Nima degan xo'shalnarliq ish-a? Zuhra tahrir bo'limiga kiralisa, o'zi eng yaxshi ko'rgan ish bilan mashg'ul bo'la oladi degan gap. Onun ustiga tahrir bölümü bilan Sulaymanlarning uyining orliqi jiq bo'lsa 15 minutlik yo'l. Demak, Zuhra amdi har kuni ko'cha avtobusiga yamishib haraj tortmaydi. Idorani isloh qildik deb odam qisqartadigan ish tarjimonlarga kelib qolarmi degan g'amdan biraqli qutuladi. Onun ustiga Zuhra adabiy ijodiyatga bak qiziqadi. U uzundan beri roman yezish niyatida nurg'un detallarni yig'ib, inchika tezislarni tuzib baqqan bo'lsa-mu, lekin qilib tishib qolgan, mazzasiz yo'g'on gaplar bilan to'shib ketadigan hujjat dövsidan qutulolmay, yezivatgan romanining hech bir oyg'ini chiqarib bo'la olmadi. Shunga u yaqinda ashu romanni maxsus o'ltirib putirib etish niyatida idorasidan 2 haftalik dam olish olgan edi. Ishqilib, Zuhra o'zining tahrir bo'limiga kiralaydiganligiga ko'zi yetib bo'ldi. Shunga uning kayfi nihoyatda chaq edi. Ammo Asiya bilan Munavvar Zuhradagi bu o'zgarishni ko'rib, o'ltira olmayla qoldi. Ular Zuhraga tahrir bo'limi tarafdan biror uchur bor o'xshaydi deb paraz qilishdi. Bugun nashtadan keyin Zuhra aldirab duo qilibla hujrasiga kirib ketdi. Ayol o'tmay Sulaymanmu uning orqasidan kirib ketdi. Bu ota-bola ikkisi zodi nima deyishyotadigandu? Asiya buni bilishga taqozo bo'lib ketyotdi. Ammo ularning orqasidan usib kirishning o'rni yo'qdi. Asiya Munavvarni qochquchilar uyib etishga buyruq qo'yib, o'zi putining uchida dassab Zuhraning hujrasi oldiga keldi. Uydan Sulaymanning ovozi aniq anglab turadi. Agar shundoq bo'lsa-ku, katta ish bo'larkan-to'q. Ishqa berib kelmikingmi oson bo'ladi-da. Asiya hammani tushundi. Demak, ota-bola ikkisi tahrir bo'limidagi ashu xizmat to'g'riliq so'zlashyotdi. Sulaymanning gaplaridan qaraganda tahrir bo'limidagi ashu o'rinni Zuhra tortib olgandek qiladi. Uning uchun Sulaymanmi xush edi. Asiya kunni bakmu tasdikash qildi. Sulaymanning yanida yilondek to'lg'inib yotolmayotgan Asiyaning ko'zlariga uyqu keladigandek emas edi. Nima bo'lding? Deb so'radi Sulayman. Bir yering og'riyotamdi qandaq? Yo'qay, dedi Asiya past ovozda. Angacha Sulayman silashtirib yurib, to'mshkining ustidagi chiroqni yoqdi. Meni aldayman deyman.
Yerim keçidin eşip ketdi. Uyaqdan bu yaqqa örülüp, hiç bir uxlayamay vatsan. Qaraganda bir işqa içing titildavatıdı. Etqina, zaten im iş boldi. Bu geplarni anlagan Asiyaning dastlabda ko'z jiyaklari qizardi. Andin aşu bir jup ko'zdan o'qchub chiqqan yoshlar uning mag'zini bo'ylab tövenga sirg'ishqa boshladi. Danışmanlar xotin kishining eng kuchli quroli ko'z yeshidir deb to'g'ri aytibdikan. Asiyaning yig'layotganligini ko'rgan Sulaymonningmi dimog'lari etish qilib turdi. U Asiyaning yoshlarini surtkash so'radi. Münəvvərinin xizmət işini o'ylab qaldingmi nima? Yo'q. Asiyaning ovozi titrab chiqatdi. Biroq uning har qanday ishi yana berib xizmatiga taqishidi ekan shu. Asiyaning bu gaplardan yana bir malolliqning hidini sezgan Sulaymon gap qilmay jim o'ltiradi. O'zlab bilila, Münəvvər yil o'rilsa 25 ga kiradi. Birər xizmatning peshini tutolmag'ashqa turmush ishi hozirgacha shu peti turavatdi. Oldingi kuni Maryamning deb berishicha, Maryamning yo'ldoshi bilan bir idorada ishlaydigan bir yigitning bizning Münəvvərga ko'zi tushib qopdi-dak. Nima ish qiladigan bal ekan u? İdarning soqchisi ekan. Bu yil 28 yoshga kiribdi. Ota-onasi pensiyaga chiqqan kadrlar ekan. Oila sharoiti bek yaxshi deyishyapti. Bo'ladi ekan-ku. Yana nimaga yig'layding amisa? Hey, men yig'lamay kim yig'lasin, otasi? Dedi Asiya yağlıqının uçuda ko'zlarini surtkash. Maryam u balga Münəvvər tahrir bölümiga xizmatga kiradigan bo'ldi debdikan, u bala xiyla qiziqqan o'xshaydi. Ammo Münəvvər ashu xizmatga kira olamdi yo'q. Bu natayin. Qaraganda Münəvvər bu doram xizmatga kiralmasa, u bala yeni valqudak. Ota-onasimi qo'shilmag'idak. Hozir xizmati yo'q qizlarga hech kim ko'z qirini selib qo'ymaydi ekan. Asiya Sulaymonga yer tegidan qarab qo'yib, gapini davomlashtirdi. Ishqilib 2 kundan beri zodi qanchalik yig'laganligimni o'zim bilaman. Ya sizlarga ichib deyolmayman shu. Sulaymonning bu gaplarni anglab, rostilla beshi qatqila turdi. Ilgirki chog'lar bo'lsa-da, hech qanday ishdan hozirgidek g'am qilmagan bo'ladi. Sulaymon degan Zuhradan uning imtihonda yuqori natija olganligini anglab, nihoyat xush bo'lgan edi. Mana endi Münəvvər uchunmi kalla qatirib qo'yish majburiyatining borligini o'ylab, demi ichiga tushib ketyotdi. Shundoq emasmi? Münəvvər aran oliy texnikum o'qigan tursa, bundaq yaxshi fursat uningga ikkinchi kelmaydi. Sulaymon pensiyaga chiqib edi, uning ilgarigi shuncha nurg'un yor birodarlari uningdan bir-birlab tazgila turdi. Shundoq tursa, hozir Yasindan boshqa kimmi uning gapini ilik olsin? Hey, bu qismatni qaramamdigan. Zuhra bilan Münəvvər suvga tushib ketib jon talashayotgan 2 sayyoqqa o'xshaydi. Daryoning qinida faqat bir tupla ko'chat turibdi. Uning ustiga u ko'chat faqat birla odamning esilishiga bardoshlik bera oladi. Shunga bu 2 sayyohdan biri cho'qim heliqi ko'chatga esilishdan voz kechishi kerak. Mana endi bir o'rinni och singil ikkisi talishib qoldi.
dedi Sulaymon Asiyaning ko'zlariga tikilib turib. Men aslida Munavvar Zuhraga yo'l qo'yish kerak deb o'ylagan edim. Biroq gapning rostini deganda Zuhraning qandoqli bo'lmasin xizmati bor. Tahrir bo'limiga yo'tkalmisimi bir kishilik xizmati bilan janini beqib ketalaydi. Lekin Munavvar undaq emasdi. 25 yoshga kirib qolgan qiz hozirgacha xizmati yo'q. Cho'nglarning qo'liga qarab kuni elavatdi. Turmush ishimiz shu sababdan bir yoqliq bo'lmay kelavatdi. Lekin Sulaymon sal-pal turib olgandan keyin gapini yana davom qildi. Xizmatning xarakteridan olganda tahrir bo'limiga lozimligi dal Zuhra. Chunki uning xanzucha asosi yaxshi. Uzun yil tarjimonlik qilib, Uyg'ur tiligimi toza pishdi. Sulaymon yurakidagi gapini oxiri dedi. Buni anglagan Asiya alamlik tortdi. Ammo o'lmagan jonda umid bor degandek oxirgi qitim tirkishib baxmoqchi bo'ldi. Endi qandoq qilamiz? deb so'rdi Asiya mishildab yig'lab turib. Munavvar shu o'ltirg'inicha o'ltiribli qolamdi. Meni hozirla eg'iz ichishga zo'rlama xotin. Men obdanroq o'ynab olay, dedi Sulaymon va chiroqni darhol o'chirdi. Hürmetli anlarman qeyrindaşlar. Reyhangül Mecitning Qayta Nikah nomli romanini bugun mushu yergacha o'qiyli. Davomiga diqqat bergaysizlar. Aman bo'layli.